25 santimetr eng kichik uzunligi toping. Hop. Mana shu g'olatda teskari proporsional degan narsa bor. Hurmatli o'quvchilar, mana teskari proporsional. Bu bo'laklari teskari proporsional. A bo'lagimiz x taqsim 2 bo'ladi. B bo'lagimiz x taqsim 3 bo'ladi. C bo'lagimiz x taqsim 5 bo'ladi. G'olaning uzunligi 25 santimetr, to'g'rimi? 3. Bularning eng kattasi. Misol uchun, eng kattasiniki. Bular x. Hop. Misol uchun mana A bo'lak, B bo'lak, C bo'lak. Ulardan eng uzuni 25 santimetr bo'lsa deydi. Eng uzuni metdan qidirib topaylik. A bo'lsa teng nima tuzib olamiz? X taqsim 2 teng 25. X teng bo'ladi shunda 50. Savolda o'qiymiz. Eng kichigini uzunligini toping deyaptimi? Eng kichigi qaysi bo'ladi? 5. C bo'lsa x taqsim 5. X o'rniga 50 qo'yamiz. 5 ga bo'lamiz. 10 santimetr mana. Tushunganlar qo'lini ko'tarsinchi. Bo'ldi.